Ey odamlar, kecha bo'lib o'tgan boks oqshomiga mana tepada turgan qo'yni kim kirgizdi? O Shaturingmisan, Maturingmisan, seni Neptun planeta, implanetmisan? Bu seni masqarozxonang, bu seni qo'yxonang emas. Deb xohlagan narsani mikrofonda olib borib baqiradigan, narsa qiladigan. Kecha erka bilan tepada g'alabasini nishonlayapti. Bu ahmoq shuncha odam ichidan chiqib borib bunga e'tibor ham bergan yo'q. Yonboshda turib olib tepaga ringga chiqaman deb talpinyapti. Voy, bu seni qo'yxonang emas, bu boks. Qo'liga perchatka kiygan ikkita normalniy mujik chiqib turib solishadigan joy. Sen yoqqa chiqib olsang shu kallangni shunaqa uradi. Yoki 20 mana Yuri Shatunovmi, Yuri Garbachokmi, kimdir uni otini ham bilmayman. Bir mushib shunday o'zini yo'qotib qo'yib, meni otim kim? Esmeralda degan kinoga tushib qo'ygan bo'lsa, sen shu bir mush desang Qashqadaryoni bir qishloqqa qarab kallang shunday uchib ketadi. Sen u boks zaliga kirib olib turib, "Va deb masqarozxonam ekan" deb o'zingdan ketib olib, "Va qilma. Bayroqni ko'taryapman. Men kambag'allikdan chiqqanman. Men unday emas. Seni o'zi gapirmoqchi ham emas edim. To'ydirib yubording. Sendan boshqa odam bayroq ko'targani yo'q. Yo bo'lmasam sen bayroq ko'tarmaganingda bizani Tojikiston, Turkmaniston, Qozog'iston bizni sen ko'tarmasang tanimaychidi. Normalniy mujiklar yuribdi UFC'da butun dunyoda O'zbekistonda bayrog'ini ko'tarib qo'yib, jimgina og'ir bosiq vazmin. Bu ahmoq bir qarasa Qozog'istonga borib olib, men bugun anonda edim, ro'zada edim. O'zbekistonga kelib olsa 200 kishi bo'lsa ham oldiga chiqib olib, men haqqimda olgani boraman. Tashaqni kallasini qilasan, qo'ydi qo'tag'i. Aptinga qo'tag'im gargagina karkidon kalla biladi. Begemot kalla biladi. O'sha payti borki, Milliy gvardiya xodimlariga rahmat et. Seni shu chiqarib yuborma tepaga ringga. Agar chiqqaningdan Yuri Garbachokni 20 sekundda Esmeraldaga tushirgan bo'lsa, shu bitta urib bilajala mana kallangni qobog'idan ko'tarib yuboraychi. Chiqib olib turib, undaydi, mundaydi, yig'ishtiray, haypasa, tashay, 4 so'm pul topaman, oktagondan $2000 pul topaman deb butun O'zbekistonni sharmanda qilib yubording. Qani sen ko'tarmasang ko'tarmagin shu bayrog'imiz umuman ko'tarilmay qolsin. Yana meni qidirib ana qimizchilarga o'sha borib turib ustimdan yozib, chizib berib yurma. Men Dubayda yashayman. Gaping, so'zing bo'layotgan bo'lsa, kelsang, men o'zim chiroyligini kutib olib, erka bo'lani non kabob nomer 1 da shapaloq bilan siylagan bo'lsa, men ham o'zim seni tizza bo'yi siylab qo'yaman. Chiqib olib, boks zallariga kirib olib, tomoshangni ko'rsatmay, haypingni va narsangni borib turib, zavur chekkasida, gizechasida va eshaklarni sikatgan payting qilasan, ukajonim. Baren narroqda o'ynay, satoring bo'lmay, deb basharangga qo'tag'im lunatik dalbayoq bilan. Millat erka bulandan qasdan yugurib, to'rtta piarchi yana mundiy qilishib olib, nimaga sportsmenlar sizlar mundiy qovoqdim munaqa olasizlar, biz qo'rqmaymiz. Bular unaqa sportsmendan qo'rqadigan zamon yo'q. Naglas ko'rishib ham ko'ramiz unaqa. Mundiy qilsalar ham chiroyli turavringlar, akalar, chiroyli sizlar ham odamsizlar. Biz ham odammiz, yaxshimisizlar, tuzimizlar. Voy jalab, qo'rqishimiz kerak. Voy jalab, anu pizdez jalab. Gapirsa gap ko'p, endi xafa bo'lib qolasizlar. Ular undan ko'ra shuning kulinga sikaman deganga paddeshga qiylar hammalar akalarim. Yo'llaringiz sog' bo'lsin, sizlar sportsmensizlar, endi sizlar vobshe yomonsizlar, bular. Biz qamatib yuboramiz jalab sizlarni, jalab. Bizga hujjat qilmanglar, bir kunda qamatamiz jalab sizlarni.